Davom etamiz. Tez va noqonuniy daromad ortidan quvish oxir-oqibat panjara ortiga yetaklaydi. Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab o'tkazilayotgan tezkor tadbirlar davomida turli noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganlar, ayniqsa yashirin narkolaboratoriyalar fosh etilmoqda. Navbatdagi operatsiyalar davomida ham ana shunday holatlar aniqlandi. Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan bojxona va ichki ishlar organlarini jalb qilgan holda o'tkazilgan tezkor tadbirda Qo'qon shahrida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli transport vositasi Uchko'prik tumani hududida tekshirilganda, uning salonida 4 kg 41 gram gashish moddasi borligi ma'lum bo'ldi. To'q jigar rangli gashish giyohvandlik vositasiga o'xshash modda. Qayerdan olding buni? Kim aytdi senga? Tog'angda nima qilding buni? Nimasini to'g'rilading? Qayerga yig'ding? Korobkaga solding? Tadbir davomida ushbu zahri qotil mazkur fuqaroning 1980-yilda tug'ilgan tog'asiga tegishli ekanligi aniqlanib, u ham qo'lga olindi. 4 kilo chiqyapti bu tarozida. Elektron tarozi bir tortib olamiz. Qanaqa narsa bor edi? O'sha giyohvandlik vositasi. Mashinani Uchko'prik tumanida qo'riqchilarga olib borib, xo'janachiga qo'yib qo'yilmişti. Bundan tashqari mazkur fuqaroning uyidan ham 867 gram gashish moddasi olindi. Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona organlari hamkorligida Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1996-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi Spark avtomashinasi Chilonzor tumanida to'xtatilib tekshirilganda, uning salonida 15 dona kapsulada pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi borligi ma'lum bo'ldi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu dorilarni sotgan 1991-yilda tug'ilgan fuqaro ham qo'lga olindi. Kimga tegishli bu? Yana bormi? Uchinchi to'rtta dori. Buyog'ini ham ochganimizda xuddi shunaqa zik paketda 4 ta kapsuladan iborat. Tarkibida nima modda bor bunda? Pregabalin. Uyga shunga o'xshash noqonuniy moddalar bormi? Aniqlanishicha, mazkur fuqaro Chilonzor tumanidagi xonadonda narkolaboratoriya tashkil qilgan. Pregabalin moddasi bor edi. Kim tayyorlagan? Berilgan pregabalinni fasoqtirgan kapsula. Kapsulani qaytardi. Kapsulani lakasi orqali Ushbu manzildan 955 gram va 538 dona pregabalin, 227 gram va 28 dona tropikamid, 16 kg trilon B hamda sintetik narkotiklar tayyorlashda foydalaniladigan prekursorlar, katta miqdordagi kapsula va flakonlar olindi. Kim o'rgatgan tayyorlashni? Hozirda ushbu shaxslarning barchasiga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq holatlarga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.